Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz bilan Termiz davlat universitetining o'qituvchisi, psixologiya kafedrasining o'qituvchisi Qayum va Go'zal Narzullayevna umumiy psixologiya fanidan sezgi mavzusida suhbatlashamiz. Sezgi mavzusini quyidagi rejalar asosida yoritib boramiz. Ya'ni sezgi haqida tushuncha, sezgilarning nerv fiziologik asoslari, sezgilar tasnifi va turlari, sezgilarning umumiy qonuniyatlari va sezgi borasidagi nazariyalar. Sezgi deb atrofimizdagi narsa va hodisalarning sezgi a'zolarimizga bevosita ta'sir etish natijasida ularning ayrim belgi va xususiyatlarini miyamizda aks ettirilishiga aytamiz. Sezgi bilish jarayonlari ichida oddiy psixologik jarayon bo'lib, tashqi olamdagi narsa va hodisalarni aks ettiradi. Ya'ni shu quyidagi rasmda bizning sezgi a'zolarimiz haqida ko'rsatilgan ko'z, burun, og'iz, quloq, qo'l, bular bizni o'sha ma'lum sezgi a'zolarimiz hisoblanadi. Ayniqsa tashqi sezgi a'zolarimizga kiradi. Sezgi bu o'sha tashqi dunyo yoki organizm ichidagi narsa va hodisalarning bevosita inson a'zolariga ta'sir etish natijasida miyada hosil bo'ladigan tuyg'u, olamni bilishdagi dastlabki belgilar hisoblanadi. Sezgi a'zolariga ko'z, quloq, burun va hokazolar kiradi. Ta'sir etgan qo'zg'aluvchilar nerv orqali miyaga yetib boradi va miyamizda analiz qilinib, sintek qabul qilinadi. Ma'lumki, bizni o'rab turgan tashqi olamdagi narsa va hodisalarning juda ko'p belgi va xususiyatlari mavjud. Masalan, narsalarning rangi, ta'mi, hidi, qattiq yoki yumshoqligi, g'adir-budurligi yoki tekisligi, harorati va boshqalar. Ana shu narsa va hodisalarning turli xil belgi xususiyatlarini biz ham turlicha sezgi a'zolari orqali ongimizda aks ettiramiz. Tevarak atrofimizdagi narsa va hodisalarning turli xil belgi hamda xususiyatlari har doim ham bizning sezgi a'zolarimizga ta'sir etib turadi. Natijada bizdagi turli sezgilar hosil bo'ladi. Sezgi idrok bilan bog'liq bo'ladi, lekin narsa va hodisalarni idrok qilishdan oldin uni sezish lozim. Shu bois sezgilar materiyaning sezgi a'zolarimizga ta'sir natijasidir. Sezgi axborotlarni qabul qilib, tanlab, to'plab, har birini sekundda axborotlar oqimini qabul qilib va qayta ishlab miyaga yetkazib beradi. Natijada tevarak atrofdagi o'sha tashqi olamni va organizmni o'z ichki holatida adekvat, mos aks ettirish hosil bo'ladi. Sezgi a'zolari tashqi olamni inson ongiga olib kiradigan yo'llarning biri hisoblanadi. Bosh miya po'stlog'ining turli qismlarida maxsus nerv hujayralari to'plami joylashgan bo'lib, ularni Ivan Pavlov analizatorlar deb, sezgi organlarining markazlari deb atagan. Har bir analizator 3 qismdan tashkil topgan hisoblanadi. Ya'ni o'sha ta'sirotlarni qabul qiluvchi retseptor, o'tkazuvchi qism, sezuvchi nerv tolasi va analiz sintez qiluvchi qismi, sezuvchi nerv markazlariga bo'linadi. Analizator tashqi va ichki muhitdan keladigan ta'sirotlarni qabul qilib olib, fiziologik jarayon bo'lgan qo'zg'alishni psixik jarayonga, ya'ni sezgilarga aylantiruvchi nerv mexanizmlar tizimi analizator apparati 3 qismdan tashkil topgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Birinchisi periferik, ya'ni o'sha reseptor, tashqi quvvatni nerv jarayoniga o'tkaziladigan maxsus
transformator qismi hisoblanadi. Analizatorning ikkinchisi esa analizatorning periferik bo'limining markaziy analizatori bilan bog'laydigan yo'llarni ochadigan afferent, ya'ni markazga intiluvchi va efferent, ya'ni markazdan qochuvchi nervlar kiradi. Uchinchisiga analizatorning periferik bo'limlaridan keladigan nerv signallarini qayta ishlashi natijasida sodir bo'ladigan qobiq osti va qobiq bo'limlaridan iborat bo'ladi. Jahon psixologiyasi fanining so'nggi yutuqlari hamda atamalariga binoan sezgilar quyidagicha klassifikatsiya qilinadi. Ushbu tasniflashning dastlabki ko'rinishi ingliz olimi Sherringtonga taalluqlidir. U reseptorni qayerda joylashganiga qarab sezgilarni 3 turga bo'ladi. Bular quyidagilar. Ya'ni tashqi muhitga, narsa va hodisalarning xususiyatlarini aks ettirishiga moslashgan hamda o'sha reseptorlar tananing sirtqi qismida joylashgan sezgilar, ya'ni ekstraretseptiv sezgilar deb ataladi. Ichki tana a'zolari holatlarini aks etuvchi hamda o'sha reseptorlari ichki tana a'zolarida, to'qimalarda joylashgan sezgilar, ya'ni introretseptiv sezgilar deb ataladi. Tanamizning va gavdamizning holati hamda harakatlari haqida ma'lumot, axborot xabar beruvchi muskullarda, bog'lovchi paylarda, mushaklarda joylashgan sezgilar, bular propriotseptiv sezgilar deb ataladi. Demak, quyidagi 3 ta sezgi turiga bo'linganlar olimimiz bular o'sha ekstraretseptiv sezgilar, ya'ni tashqi muhit narsalarga, hodisalarga, o'sha hodisalarning xususiyatlarini aks ettirishimiz ekstraretseptiv sezgi turiga kiradi. Intraretseptiv sezgilarga esa ichki tana a'zolariga, to'qimalarga joylashgan, ya'ni o'sha to'qimalarimizda, ichki a'zolarimizda kechadigan sezgi a'zolarimiz bilan bog'liq bo'lgan sezgilarimiz intraretseptiv sezgilarga kiradi. Proretseptiv sezgilar esa tanamiz, gavdamiz va mushaklarimiz bilan bog'liq bo'lgan jarayon bo'lgani uchun, ulardan xabar berayotganligi uchun muskullarda, paylarda, mushaklarda joylashgan sezgilar, bular proretseptiv sezgilar deyiladi. Shu proretseptiv sezgilarga misol uchun ko'p oyoqda turib qolishimiz, yo bo'lmasam ko'p o'tirib qolishimiz, yo noqulay o'tirib qolishimiz, yo qo'limizni biron narsani ostida qolib ketganligida bu sezgi nimalarimizga shikast yetib, ma'lum miqdorda o'sha sezish nimamizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yo bo'lmasam o'sha sezgi organlarini ma'lum vaqtgacha bloklaydigan o'sha shifokorlar tomonidan qilinadigan, beriladigan narkozlarni olsak bo'ladi. O'sha beldan pastga yo bo'lsam umumiy narkozlar insonning sezgi nimalarini bloklab qo'yadi, nerv hujayralarini bloklab qo'yadi. Sezgilarning tasnifi va bu boradagi o'sha tadqiqotlarni tahlil qilar ekanmiz. Dastlabki mulohazalarni o'sha intraretseptiv sezgilar u borasida rus psixologi Luriya tadqiqot ishini olib borgan. Uning fikricha intraretseptiv sezgilar asl tub ma'nodagi sezgilar emas, balki emotsiyalar bilan sezgilar o'rtasidagi oraliq sezgilar sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni emotsiyani, his-hayajonlarimiz bilan, chunki u ichimizda kechadi. Bilsangiz, intraretseptiv yuqorida aytib o'tdik, bu ichki jarayonda kechadigan ichki a'zolarimiz bilan bog'liq bo'lgan sezgilar bo'lgani uchun ham Luriyaning olib borgan tadqiqotlariga ko'ra bu sezgi o'sha emotsional jarayonlar bilan bog'liq bo'ladigan, shu emotsional holatlar bilan o'zaro bog'liqlik bo'ladi degan fikrlarni berib o'tganlar. Psixologiya fanida mazkur sezgilar to'la o'rganilganligi sababli noma'lum hislar deb ham atalgan. Bu asosan ichki organlarning xastaliklarida vujudga keluvchi holatlarni diagnostika qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ya'ni o'sha bizning hissiy holatlarimiz, noma'lum hislar bizning qaysidir a'zolarimizga shikast, ichki a'zolarimizga shikast etayotganligidan dalolat beradi.
biz aytgan edik yuqorida, bir mavzumizda shu o'rinda to'xtalib o'tgan edik. Misol uchun insonning jigar faoliyatida o'zgarish bo'lsa, jigar xastalanayotgan bo'lsa, uning o'sha hissiy holati qaysidir ma'noda davralarda o'zini noqulay his qilishi, umuman ko'p shovqinli joylar yo'qmay qolishi, yo bo'lmasam tez charchoq hissini tuyishi, chunki o'zi ham bu holatdagi o'sha noma'lum hislar qurshab olganligidan dalolat beradi. Yo bo'lmasam o'sha oshqozon osti yo oshqozon bilan bog'liq, ichaklarimiz bilan bog'liq bo'lgan muammolar yuzaga kelayotgan bo'lganda, shikastlangan bo'lganda, ularni o'sha jahlimizni tez chiqib ketishi, tezda jazavaga tushishimiz, bu hislarni tuyishimiz bizni qaysidir ma'noda o'sha ichki a'zolarimiz bilan bog'liq bo'ladigan jarayonlardan ogoh etadi. Psixologiya fanida o'sha 3 ta katta guruhga ajratilgan sezgilar mavjud. Bular o'sha ekstrareseptiv, proreseptiv va intrareseptiv. Yuqorida bu qaysi olimga tegishli ekanligini aytib o'tdik. O'z navbatida quyidagi turlarga ajratiladi. Ko'rish sezgilari, eshitish sezgilari, hid bilish sezgilari, ta'm bilish sezgilari, teri sezgilar, muskul harakat, kinestetik, statistik sezgilar va organik sezgilarga bo'linadi. Ko'rish sezgilari. Ko'rish orqali biz yon atrofimizdagi narsalarni darrab payqaymiz, sezamiz, hajmini, holatini darrab sezishimiz mumkin. Ya'ni ko'z orqali sezgilarga ko'rishimiz bilan bog'liq bo'lgan sezgilar kiradi. Eshitish sezgilari. Bular o'sha qulog'imiz bilan eshitishimiz, quloq a'zolarimiz bilan eshitib, uni o'sha ma'lum axborot almashinuvini miyamizda aks ettirishimiz kiradi. Hid bilish sezgilari. Hid bilish sezgilarida o'sha ma'lum bir ko'chadan o'tib ketayotganimizda dimog'imizga uzoqdan nonvoyxonadan keladigan hidlar, o'sha hidlarni tuyishimiz, yo bo'lmasam xonaga kirganingizda noqulay hidlarni tuyishingiz bunda o'sha hid bilish sezgilarimizni ishlashidan dalolat beradi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, bu sezgilarga bilvosita ba'zi bir kasalliklar salbiy ta'sir qilishi mumkin. O'sha yaqin yillarda ro'y bergan COVID-2019 kasalligini oladigan bo'lsak, COVIDga chalingan bemorlarda quyidagi sezgilar ma'lum ma'noda bloklandi, ya'ni hid bilish, ta'm bilish sezgilari bloklanib qoldi va ular o'sha yeydigan taomlarini ham na hidini, na ta'mini his qilishdi. Demak, u virus ma'lum bir nimada sezgi a'zolarini bloklab qo'ydi va ular nima yeyotganligini yo bo'lmasam qanaqa hidga ega ekanligini bilishmadi. Shu chegara masofa bo'ldi. Yo bo'lmasam oddiy gripp kasalligiga chalingan, mavsumiy grippga chalinadigan kasalliklarimiz bor-ku, bu kasallikka chalingan bemorlarda ham shu hid bilish sezgilarining bloklanishini ko'p eshitamiz va ko'ramiz. Teri sezgilariga. Teri sezgilarida shu qo'l harakatlarimizda yo terimizda paypaslaganda yo terimizda nimadir yurganda sezishimiz kiradi. Muskul harakat, kinestetik sezgilarda o'sha muskullarimiz bilan bog'liq bo'lgan sezgilar kiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sezgilar insonning tashqi va ichki muhit bilan aloqasining asosiy vositasi hisoblanadi. Ular bizning atrofimizdagi dunyo haqidagi ma'lumot bilan ta'minlaydi, xavfdan ogohlantiradi va hayotimizni mazmunli qiladi. Sezgilarning nerv fiziologik asoslari murakkab jarayon bo'lib, unda reseptorlar, nerv tolalari va miya ishtirok etadi. Sezgilarning fiziologik mexanizmlarini tushunish bizga quyidagi imkoniyatlarni beradi. Birinchisi, inson organizmini ishlashini yaxshiroq tushunish, sezgi buzilishlarini erta aniqlash va davolash. Uchinchisi, insonning sezgi qobiliyatlarini rivojlantirish. To'rtinchisi, texnologiyalarni inson ehtiyojlariga moslashtirish. Kelajakda sezgilarning nerv fiziologik asoslari bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar insoniyatga yanada ko'proq foyda keltirishi mumkin hisoblanadi.
sezgilar haqida gapirar ekanmiz. Shu dars davomida bitta kichkina bir tajriba sezgi a'zolaringizni ta'sir doirasida aytib o'tishim mumkin. Ya'ni siz ko'zlaringizni yumasiz, ko'z oldingizda o'sha limon mevasini keltirasiz va limonni bo'laklarga bo'layotganligingiz, uni esa suv bilan suvni chiqayotganligini, piyolaga chiqayotganligini his qilasiz. Hozirda o'sha men ma'lum bir sezgi a'zolaringizga ta'sir qildim, o'zi aks ettirib, o'sha limon holatini aks ettirdingiz, limonning nordonligini tanangizga tuydingiz. Chunki siz uni sezgilar orqali limon ekanligini bilasiz va uning nordon ekanligini ham tatib ko'rgansiz. Sezgilar haqidagi qisqacha fikr mulohazalarimiz shulardan iborat edi. Sizni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, quyidagi manzillarimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.